Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bodringning foydali xususiyatlaridan xabaringiz bormi? Ushbu video lavhamiz orqali bodringning 10 foydali xususiyatini aytib o'tamiz. Demak, 1. Qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. 2. Bo'g'imlardagi og'riqdan xalos etadi. 3. Peshobdagi kislota miqdorini kamaytiradi va buyrak salomatligini mustahkamlaydi. 4. Qabziyatda yaxshi samara beradi. 5. Saraton xavfini bartaraf etadi. 6. Ovqat hazm qilish tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi va ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. 7. Qon bosimini normallashtiradi. 8. Bosh og'rig'idan xalos etadi. 9. Nafas olishni yengillashtiradi. 10. Chanqoqni qondiradi. Kanalimizni kuzating va siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.